Savolni eshitamiz bolalar. Anvarning onasi Anvarning tug'ilgan kuniga har tug'ilgan kunida pul sovg'a qiladi. Anvar 1 yoshda Anvar 1 yoshga kirganda Anvarning onasi $1 sovg'a qildi. Anvar 2 yoshga kirganda Anvarning onasi $2 sovg'a qildi. 3 ga kirganda $3. Tushunyapsiz-a? Anvarda hozir $45 pul bor. Anvar necha yoshda? Birinchi bo'lib topgan o'quvchiga sovg'amiz bor. Birinchi bo'lib topgan o'quvchiga sovg'amiz bor. Yoshda. 9 yoshda. Qanday qilib? Men. Xo'p, ya'ni 9 yosh 45 bo'ladi. tushuntirib ber-da, qanday bo'ladi? Men 1 yosh kirganda $1, 2 yosh kirganda $2, Xo'p, 3 dollar, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Endi 1 dan 9 gacha bo'lgan yig'inda ichiga teng bo'ladi? 45. 45 ga. Malades. Birinchi o'qim topdi? Xudoy berdi topdi, ha? Qanday? Malades.